Assalomu alaykum, hurmatli Eurometal YouTube kanali obunachilari. Mana bugun 2026-yilda birinchi videomiz va yana biz aksiyalarimiz boshladik. 2025-yilda ham 150 tacha darvozani mana aksiyada sotdik. Kamida bir yarimta darvozadan 1 milliondan kam. Bugungi videomiz Namangan viloyat Uch tuman Jidegapa qishlog'idan bo'ladi va 4 ta darvozamizni bugun aksiyaga qo'yib, shu darvozalarni bitta obzorini qilib beramiz. Xudo xolasa shu taraf pasar darvozamizdan boshlayveramiz. Xo'p, bu darvozamiz materiallari keladigan bo'lsak, yon stoykalar 8 ga 6 profilda bo'lgan, taglari shiviller, ichki profillar 6 ga 4 bo'lgan, listlari 1.2 lik normalniy bo'lib, kraskalarga 5 yildan 10 yilgacha garantiyalar beramiz. Tepalar gulxovoy qismlarini qilib berganmiz. Endi bu darvozamiz razmeri keladigan bo'lsak, eniga 3.10, bo'yiga 3.5 metr. Kimni xonadoniga tushadigan bo'lsa, xo'p, agar yangi zakaz qilsang 600 ming so'mdan kvadratini tayyorlab beramiz. Aksiyada bu darvozalarimiz 520 mingdan qo'ydik. 600 mingdan bo'lganda ham narxi misol 6 million 500 ming bo'ladi. Endi bu darvozalar 320 mingdan qo'yganmiz 5 million 600 ming so'm. Ya'ni shu darvozani o'zidan ham 900 ming so'm skidga. Ya'ni bu aksiyalarimiz vodiy bo'ylab amal qiladi. Vodiy bo'yicha dastlabki ustanovkasini bepul qilib beramiz. Boshqa viloyatlarga yo'l kirasini qo'shib berishadi. Chiroyli qilib olib borib o'rnatib beramiz. Xo'p, keyingi darvozamiz keladigan bo'lsak, bu darvozamiz high-tech fason 2025-yilda ham trend yurdi, 2026-yilda ham trend modasi o'lmaydi, skromniy chiqqan. Bunda ham yon stoykalar 8 ga 6, taglar shiviller, nerjivikalar bilan chiroyli ishlovlar berilgan. Xo'p, tepalar gulxovoy qismlarini ham qilib berganmiz. Bu darvozamiz ham kraskasi mokriy kraska bo'lib, 5 yildan 10 yilgacha buni ham kraskasiga garantiya beriladi. Xo'p, endi bu darvozamizni razmeri keladigan bo'lsak, eniga 3.40, bo'yiga 3.5 metr. Xo'p, 1 kvadrat metrni 700 ming so'mda yangi zakaz qilib tayyorlab beramiz, 8 million 300 ming bo'ladi. Endi aksiyadagi narxini 600 ming so'mdan qo'ydik, 7 million 100 ming. Ya'ni shu darvozani o'zidan 1 million 200 ming $100 skidkada bo'ladi. Xo'p, endi bu darvozamiz setka fason, neobычный chiqqan, ranglari ham boshqacha, shu shampan svet deymiz. Chiroyli ishlangan, tepalariga gulxovoy qismlarini qilganmiz. Listlari ham 1.2 shtamp bo'lgan, eng qalin list 1.2 bo'ladi. Xo'p, 1.2 lik list hamma 1.3 u bu yo'rar, lekin 1.2 lik rostini aytamiz. Nimaga? Endi stena tarozlardan misol urib qolish ham juda kattarinda qoladi. Xo'p, bu darvozalarimizni razmeri keladigan bo'lsak, eniga 3 metr, bo'yiga 3.5 metr. 1 kvadrat metrni 600 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Ya'ni narxi 6 million 300 ming so'm bo'ladi. Xo'p, endi mana aksiyadagi narx 520 mingdan 5 million 500 ming so'm bo'ladi. Bu darvozani o'zidan ham 800 ming so'm skidga bo'lgan. Endi bu darvozamiz Dubai fason darvoza va shu darvozani oldin aksiya aytib o'tishdan oldin sizlarga yurakchalarni qizartirib, video boshidan yurakchalarni qizartirib, yangi chiqayapmiz. Xudo xolasa ishlaringni chiroyli qilib bitiramiz. Kanalimiz yangi, o'zimiz xudo xolasa 4 yil, 5 yildan shu ishda yuramiz. Podpiska tugmalarini bosib qo'yishlarini so'rab qolamiz. Endi bu darvozamiz keladigan bo'lsak, nerjivikali, Dubai fason, yangilik bu ham eniga 355, bo'yiga 3.5 metr. Kimni xonadoniga tushib qolsa, sol yangi zakaz qilamiz. Bu ham 700 ming so'mdan chiqadi narxi. Xo'p, 700 mingdan 8 million 700 ming so'm bo'ladi bu darvozamiz narxi. Endi bu darvozani aksiyada eniga 355, bo'yiga 3.5, kimni xonadoniga tushib qolsa 7 million 500 ming so'mga olib borib o'rnatib beramiz. Xo'p, bizning manzillarimiz bu tomon Andijondan kelishda, Norindaryodan o'tishda, shu sanoat zonada telefon qilib misol aloqaga chiqsalaring, bitta bu darvozalar emas, bundan boshqa har qanaqa temir ishlarini chiroyli qilib bitiramiz. Seximiz mana shu joyda. Seximizda ham bir qator ko'rib olishingiz mumkin. Misol boshqa joyda yasab, yo unaqa bo'lmaydi. Kraska hamma narsa ham shu bitta joyda bo'ladi. O'zimiz borib o'lchab olamiz. Butun O'zbekiston bo'ylab. Dastlabki ustanovka hammasi O'zbekiston bo'ylab amalga oshiriladi. Faqat aksiya darvozalarni vodiy bo'ylab nasib qiladi. Chunki ziyon kirib ketiladi. Dastlabkasi ham bo'ladigan bo'lsa. Kimga shu va shu turdagi darvozalar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolos chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz.